O'zbekiston oltin ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda top 10 taligiga kirganini bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, biz nechinchi o'rindaligimizni bilib olasizlar. Birinchi o'rinda Xitoy. Xitoy dunyodagi eng katta oltin ishlab chiqaruvchi davlat bo'lib, yiliga o'rtacha 380 tonnaga yaqin oltin qazib olinadi. Ikkinchi o'rinda Rossiya. Rossiya yiliga o'rtacha 330 tonnaga yaqin oltin ishlab chiqaradi. Bu Rossiyaning iqtisodiyotida juda ham katta rol o'ynaydi. Uchinchi o'rinda Avstraliya. Avstraliya yiliga 280 tonnadan ortiq oltin qazib oladi. To'rtinchi o'rinda Kanada. Kanada yiliga o'rtacha 202 tonnaga yaqin oltin qazib oladi. Beshinchi o'rinda Amerika turadi. Amerika yiliga o'rtacha 158 tonna oltin ishlab chiqaradi. Lekin 5-o'rin turishiga qaramasdan Amerika qonun xavfsizligi bo'yicha eng innovatsion xavfsizlik tizimini yo'lga qo'ygan davlatlar qatorida turadi. 6-o'rinda Gana. Gana Afrikada eng ko'p oltin ishlab chiqaruvchi davlatlar qatorida turadi. Bu yiliga o'rtacha 140 tonnaga yaqin oltin ishlab chiqaradi. 7-8-o'rinda Meksika bilan Indoneziya turadi. Bu ikkalasini yillik qazib oladigan oltini deyarli bir xil. Ikkalasi 140 tonnaga yaqin oltin ishlab chiqaradi. 9-o'rinda Peru. Peru Janubiy Amerikaning eng katta konchilik mamlakatlaridan bittasi hisoblanadi. Yiliga o'rtacha 136 tonnaga yaqin oltin qazib olinadi. Lekin Peru noqonuniy konchilik va ekologik muammolarga uchrab turadi. 10-o'rinda O'zbekiston. O'zbekiston Markaziy Osiyoda eng yetakchi oltin ishlab chiqaruvchi davlat hisoblanadi. Yiliga o'rtacha 129 tonnaga yaqin oltin ishlab chiqaradi. Ma'lumot agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib bizga obuna bo'lib qo'yinglar.